nevropatologimiz bo'lganliklari uchun men aytishga jazm qildim. Farzandlarim bor, egizaklar 7 oylik chala tug'ilishi natijasida travma bilan tug'ilishdi va 3 oydan keyin doktor qo'yapti diagnozini DTP. 3 yilgacha olib bormagan joyimiz qolmadi. Namangan, Andijon, Farg'ona o'zimizda, hatto Toshkent. Biz Rossiyaga olib borish paytida, ya'ni yanvar oyida vrachimiz Dilrabo Toshpo'latni kirib shu maqsadda olib boryaptilar. Men qanaqadir chinlardan ishondim. Mana hozir 5-oy o'tib tugyapti, natijalarim oldingi natija aytganlaridek to'ymin axlat qilmas edi. Bizga bayram edi. Turkinaga axlat qilsa. Ertasi kuni to'rmarta qildi, Habibga jo'r. Shunda ichida shlaqlar, qora har xil narsalar bilan har kun. Ikkinchi natijam oyoq qo'lida tonusi bor. Kimda agar DTP nima bo'lsa bilishadi. Cho'llari yopishgan, ocha olmaydi, kela olmaydi. Shu hozir qo'yib yuborildi. 3 yoshli 2 oyda pampersdan chiqdik. Aqliy faoliyat testi. Faqat boshini ko'tarib, xohlamasida harakat qilishdi. Hozir engalayapti, o'tirishni boshladi. Xohlasangiz videolarni ham ko'rsatishim mumkin. Yana natija mana o'tirishni boshladi, o'zini boshqarishni boshladi. Eng zo'r natija mana 3 yil ichida sochim oqarib ketdi. 37-8 da isitmani ko'tarolmasdan sudurgi berardi. Shu holda 5 oydan beri mana xoh ishonmay sudurgi bo'lgan edi. Shuning uchun yerda yoningizda turibman. Ishonasizmi? Ishlayman, o'qituvchiman. Ishga ketganimda ayam yonimda qaraydilar. Har tarafda ishimda ay bola yaxshi. O'ylab turgan bolasini chiqaradi, sudurgi beradi. Ishimni tashlayman, yuguraman bansiyaga birinchi yordam. Mana hozir 38,5 isitma bo'ldi u kuni. Shu biroja bo'lib qoldi. Sudurgi berman. Eng yomoni suxlada ham bo'ldi sudurgi. Shu ikkalasida mana hozir qoldi. Xohlaysiz mana natijalar hamma yo'g'im bor. Bularni olib kelgan insonlarga, shunaqa vrachlarimizga men judayam cheksiz ona sifatida o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat sizlarga, qo'llaringizga shukr.